Ha, qizim aytgan yigit senmisan? Ha, menman. Kim bo'lib ishlaysan? Taksiman. Nima? Taksi Nechi pul topasan oyiga? 4 million. Bu 4 millioning qizim bu magasga ham yetmaydi-yu, jinni. Bo'lmaga. Aka, lekin men uni yaxshi ko'raman. Tiri qalbakdan. Xo'p aka, xo'p. Otabekka gaplashdingizmi, dadam nima dedilar? Qochi. Chichqoq. Brat, bir vagon bumaga qancha turadi? Hammasini olasizmi? Ha, hammasini olaman. Hozir hisoblab beraman. 400 million bo'lar ekan, brat. Nima? 400 million? Men bu pul uchun 20 yil bitta ishlashim kerak-ku. Yo'q. Yaxshisi bo'yda o'taman. Endi menga